It baribir it. U hech qachon insondan afzal bo'la olmaydi. Hozir men sizlarga dahshatli kadrlarni ko'rsataman. Undan oldin bir og'iz fikr. Bir muddat oldin Angren shahrida maktab o'quvchisi daydi itlar qopishi natijasida vafot etgandi. Undan keyinroq Yunusobod tumanida bir necha kishi daydi itlarga qarshi kurashib, ularning ayrimlarini qo'lga oldi, ayrimlarining esa o'limiga sabab bo'ldi. Afsuski, ular keng jamoatchilik tomonidan keskin muhokama qilindi va natijada ularga nisbatan jazo chorasi qo'llanildi. Endi ahamiyat bering. Bizda daydi itlarga qarshi kurash uchun aniq bir mexanizm yo'q. Bo'lganda edi ushbu jabrlangan kishilar bu vazifani bajarmagan bo'lardi. Ikkinchidan, ular biror bir kasallikka chalingan holatida sizning, mening yoki biror kimning farzandi yoki yaqinlariga jiddiy tan jarohati yetkazganda ham mana shunday keskin fikr bildirarmidingiz? Va uchinchidan, men hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik tarafdori emasman, biroq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatni oldini olish va masalaga to'g'ri va jiddiyroq yondashish tarafdoriman. Zotan mana bu kadrlarni ko'ring, xulosa uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Va mana bu kadrga nechi baho? Mayli, hazilki o'z yo'liga gap egasiga yetib borsin. Like va kommentariyalarni ayamang.